Assalomu alaykum. Men Ravshan Ermatov. Men hozir 2015-yilgacha 1000 yillik taraqqiyot dasturiga ko'ra O'zbekiston erishadigan yutuqlar aks ettirilgan stend oldida turibman. Hozir siz ko'rib turgan mana shu sodda nomlar ortida chinakamiga katta maqsadlar bor. Kam ta'minlanganlikni yengish, ta'lim sifatini yaxshilash, bolalar orasida xastalik va o'lim holatlarini tugatish. Bular bu yerda aks etgan maqsadlarning ayrimlarigina xolos. To'g'ri, ushbu qo'yilgan vazifalarni amalga oshirish oson emas. Ammo barchamiz birga harakat qilsak, buni uddalaymiz. Bugun biz jahondagi millionlab kishilar kabi Birlashgan Millatlar Tashkilotining 66 yilligini bayram qilmoqdamiz. Shu bilan birga bu yil BMT yana bir ajoyib bayramni nishonladi. Ya'ni Xalqaro ko'ngillilar yili e'lon qilinganligiga 10 yil to'ldi. BMT ko'ngillilari 1000 yillik taraqqiyot maqsadlarini targ'ib qiladigan, bir so'z bilan aytganda, insonlarga, jamiyatga har kuni ko'zga ko'rinadigan, biror foyda keltiradigan yosh yigit-qizlardan iborat. Bu yoshlar odamlar, ya'ni siz va bizning oramizda rivojlanish va taraqqiyotga, tinchlikka hissa qo'shayotgan yoshlardir. Toma-toma qo'l bo'lur deydilar. Futbolda har bir o'yinchi birgalikda g'alabani qo'lga kiritadigan jamoani tashkil etadi. Xuddi shu kabi har qanday jamiyat ham dunyoni o'zgartirish qudratiga ega bo'lgan alohida shaxslardan iborat. Bugungi kunda BMTga dunyoda tinchlik va farovonlik yo'lidagi ezgulik maqsadlarini amalga oshirish uchun sizning har biringiz keraksiz. 2015-yilga qadar esa juda oz vaqt qoldi. Biz barchani olamda ezgulik tantana qilishi va tinchlikning barqaror bo'lishi yo'lida BMT ko'ngillilarining yagona oilasini jipslashga chaqiramiz. Bayramingiz muborak bo'lsin.